Tarix qa'ridan oltin varoqlar kitobida yozilishicha, Korosgon bu oddiy nom emas. Korosgon haqida ko'plab talqinlar bor. Kori oson, Xorosgan degan. Lekin bu nom ostida oddiy qishloq yoki shaharcha emas, tarixiy yashirin hudud mavjud. Tarixiy manbalarga ko'ra, bu joy juda ham muhim deb tilga olinadi va ushbu hudud bir ulug' shaxs bilan chambarchas bog'liq. U kishining ismlari Said Ahmad Termiziy. Ma'lumot o'rnida aytishim kerak, hozirgi turgan joyimiz Korosgondagi Sulton Said buva qabristonidamiz. Kitobda yozilishicha, ular payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning avlodlari bo'lgan, ya'ni Saidlardan. Ular Termiziy hududlariga bog'liq bo'lib, nasabiy tarixiy manbalarda keltirilgan. Keyinchalik Korosgonga ko'chib kelib, shu yerda yashashgan. Bu yerga kelishlari oddiy voqea emas edi. Bu hududning tarixini burilish nuqtasi edi. O'zlari va avlodlari Korosgon shakllanishiga muhim rol o'ynashgan. Bugungi Korosgon o'sha davrning natijasidir. Eng muhim fakt, bu gaplar tasdiqlangan. Kitobda 146 ta hujjatlar va muhrlar qayd etilgan. Bu esa tarixni asosli ekanligini bildiradi. Demak, Korosgon oddiy joy emas. Bu yozilgan tarix. Agar siz korosgonlik bo'lsangiz, siz Saidlar yurtidansiz. Tarix qa'ridan oltin varoqlar kitobini to'liq o'qimoqchi bo'lsangiz, izohlarda kitob so'zini yozib qoldiring, men sizga yuboraman. Va bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying.